Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Davlatim otam jannatim onam loyihasi davom ettirar ekanmiz. Bugun O'zbekiston tumanidamiz va bugun xudo xolasa ikki mehribon onajonimiz baxtli kunlari, Arafatxon onajonimiz, Mukarramxon onajonimiz baxtli kunlarda ularni xursand qilish uchun yetib keldik. Chiroyli gullar bor va chiroyli qo'shiqlar sadosi ostida ularni xursand qilishni boshlaymiz. Bitta like bosib, mehnatimizni qadrlab, izohlarda onalar haqida fikr qoldirishni unutmang. Biz boshladik. Onam kasalman dema, bolam kasalman dema, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gul rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman dema, bolam kasalman dema, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Yanımda onam bo'lsangiz har hoz, ona jonim jonim, mehrlarga boyona. Men uchun bu dunyoda sizda qasi yo'q onam. Onam kasalman dema, bolam kasalman dema, holi yomonman demang. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Davlatim otam jannatim onam loyihasi davom etar ekan. Bugun biz yana bir mehribon onajonlarimizni baxtli kunini nishonlash uchun yetib keldik. Qarshimizda ikki mehribon onajonlarimiz turishibdi. Birlari mana shu sulolaning kattalari, birlari mana shu oilaning duogo'ylari. Onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Bugun ular uchun dilnomalar, tabrik so'zlar yozilgan. Xudo xolasa mana shu tabrik so'zlarni chiroyli qilib o'z egalariga yetkazmoqchiman. Bugun onajon sizni sog'ingan farzandlaringiz, safardagi, shu yerdagi farzandlaringiz nomidan tabriklashni ruxsat berasiz. Avvalo mana shu oilaning kattalari Arafatxon ona, baxtli kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi chiroyli kunlar muborak bo'lsin. Muhtaramxon onamizni ham baxtli kunlari, yaxshi kunlari muborak bo'lsin. Bugun chiroyli niyatlarimiz bor onajonimiz uchun. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan mehribon onajonim. Jonim onam, chiroyligim. Siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Onam bizga borini berdi. Eng yaxshilarini biz uchun ilindi. Kecha-yu kunduz tinmasdan mehnat qildi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mana 18 yildan buyon bizga
otamiz o'tgan bo'lsa-da ham ota, ham ona bo'lib borini berib duo qilib kelmoqda. Farzandlarini uyli joyli qildi, hech kimdan kam qilmadi. Onam haqida gapiradigan bo'lsam, oq ko'ngil, mehribon, sodda ona. Onajonim, biz bolalaringiz erkalab katta bo'ldik. Gohida bilib bilmasdan sizni ranjitdik, gohida erkalik qildik, gohida to'polon qildik. Bugun barchasi uchun uzr so'ramoqchimiz. Siz dunyodagi eng oq ko'ngil, mehribon onasiz. Farishta onam, chiroyligim. Onam haqida ta'riflar aytsam so'zlar yetmaydi. Ham ota, ham ona bo'lgan mehribon insonim. Siz uchun dunyolarni bersak shuncha kam. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Hech qachon kasal bo'lmang. Siz bizni ham tog'imiz, ham farishtamizsiz. Onam kasalman demang. Bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning to'risiz. Olam aro mehrda onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onajonim, doimo baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz deb farzandlaringiz Namunaxon, Hasanjon, Hayotxon, Mirjaloljon, kelinlaringiz Ozodaxon, Sadoqatxon, kuyovlaringiz Abduhamidjon, Ziyodxo'ja va nevaralaringiz nomidan tabriklaymiz va bizni mana shu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan, juda ham bir ichidan sog'inib sizni yaxshi ko'rishini chiroyli satrlarda bizga yozib yuborgan Mirjaloljon nomidan tabriklaymiz. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qarsig'inglar bo'lsin. Bugun biz Xudo xolasa eng baxtli kuningizdan nishonlab turibmiz. Sizni quvonchli kuningiz bo'lsa, mana onajoningiz ikki karra quvonchli kuni. Chunki o'zlarini ham tavallud topgan kunlari, qolaversa sizni dunyoga keltirgan kunlari. Ona farzandini dunyoga keltirayotganda bir o'lib tirilar deydi. Onadan so'rashgan ekan, ona qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz desa, katta bo'lguncha kichkinasini, tuzalguncha bemorini, safardan kelguncha safardagisini, o'lgunimcha hammasini yaxshi ko'raman deyotgan. Yana bir bora baxtli kunlar muborak bo'lsin. Hozir siz bilan bitta gul bilan biz ikkita insonni xursand qilmoqchimiz. Mana shu farzandlaringizni, o'g'il qizlaringiz nomidan mana shu chiroyli gulni sizga taqdim etmoqchimiz. Qishni chillali kunida mana chiroyli tabiiy gullar va albatta siz onangizga mana shu chiroyli gullarni bersiz, onalarni xursand qilgan bo'lamiz. Qarsig'inglar bo'lsin. Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qarsig'ing balandroq bo'lsin. Endi safardagi o'g'lingiz nomidan bitta alohida tabrik bor. Mana shuni aytib bermasam bo'lmaydi. O'g'lingiz nomidan siz uchun, umuman farzandlaringiz nomidan Görməcələringdə salamat olsun, imanlarınızda quvvat olsun, serpərzat, serdövlət oynar, yil aldıda övrülü boyunar, izzət, hürmət boyunar. Həmmələrin həm sağ salamat yürüyüşdə Allah nəsib qılsın həmmə. Rahmat. Sağ boyunar. O'g'lingiz nomidan, farzandlaringiz nomidan. Jahonda borlig'im, tanda jonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Suyanchim, panohim, soyabonimsiz. Siz mening borlig'im, onajonimsiz.
Siz yurgan yo'llardan yo'l bo'lay o'zim, ko'nglingiz olgani gul bo'lay o'zim. Neki buyursangiz pul bo'lay o'zim. Siz mening yolg'izim, onajonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. O'zi yangi kiymay bizni kiydirgan, o'zi yemay ichmay bizni to'ydirgan. Yomon ko'zdan asrab kinna yo'ydirgan. Siz mening borlig'im, onajonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Yana bir bora tabriklaymiz. Endi bugun hozir ko'rib turibman, ko'zlarga sevinch ko'z yoshlari kelyapti. Albatta otalar eslanyapti. Sizni mana shu bolajonlaringizni katta qilgan davrlar, bolalar bir ko'rpada katta bo'lgan davrlaringizga tushyapti. Eng go'zal tabrik bu farzandlarning tabrigi. Marhamat kattalardan. Canımga siz düzeni aşkım. Farizga şükür edin, Allah olsun. Doim başınızı seyaban bo'lsin. Hiç qachon kasal bo'lishmasin. Sizga shukr. Sizga rahmat. Umidlar uzoq bo'lsin, doim boshimizni bosh bo'lsin. Hozir buni his qilgan odam biladi. Onaga tabrik bildirganda yuraklar buni boshqacha uradi. Qani keyingilar. Keling. Salom bor, ayam tug'ilgan kunlarni ta'riflayman. Bizni baxtimizga doimo sog' salomat bo'lsin. Dadam umrlarni ham ayamga qo'shib bergan bo'lsin. Baxtimizga doim sog' bo'lsin. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Ilohim baxtimizga har doim sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin, hech qachon kasal bo'lishmasin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rib yurishni Alloh o'zi nasib ro'za aylasin. Hani danagdan mag'zi shirin deydi. Bu canım tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Umrlarni uzoq bo'lsin. Bunaqa tug'ilgan kunda ko'pini ko'ray. Hayajonim bilan, dadajonim nomlari bilan tabriklayman. Rahmat. Qani gapirasiz? Can tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim sizlarga kiring. Bizni to'yimiz bo'lganda ham o'zingiz boshliq qo'shmaymiz uchun tabriklayman. Hamma onalar farzandlaridan tabrik eshitganda maza qiladi va shu an'anani davom ettiramiz. Siz ham onangizga bitta yuragingizdagini bildirgin-chi. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun tavallud kunimiz ekan. Men ham onamni tavallud ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim sog' salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu bizni to'ylarimizda, qiladigan nimalarimizda doim bosh bo'lishiga tilakdoshman. Bir bor tabriklayman. Onajon, qarsigilar baland ro'y topshirmaydi. Qani sizga bir tabriklab qo'ying-chi. Shu bolalarimni tanini sihatligini, to'rmizasi sog'ligini, doimo sog' salomat yurishini Allohdan so'rayman men. Shularda umrini uzoq rizqini ulug' qilsin, to'rmizasini salomat qilgan, iymonini baquvvat qilsin Parvardigor. Shuning ichida shu bolalarim hech ham dard ko'rmasin, g'am chekmasin Ilohim. Doimo sog' salomat yurib, bir-birlari bilan mehribon bo'lishni Allohdan so'rab qolaman men. Rahmat.
Sal yaqinroq turing. Ana endi bugun taassurotlarni eshitamiz. Mana safardagi farzandlaringiz, shu yerdagi farzandlaringiz sizni xursand qilishdi. Taassurotlarni eshitamiz. Kayfiyat qalay bo'ldi kayfiyat? Kayfiyatlari yaxshi. Xursandman. Bolalarimdan ham xursandman. Kelinlarim, qizlarim, nevaralarim hammasidan xursandman. Ilohim umrlari uzoq, rizqlari uzoq bo'lsin. O'sha safarda yurgan bolalarim ham qani joyi sog' bo'lsin. Salomat yetib nasib qilsin. Safarda ko'rib turganlar, nima deydi? Onaga kichkinagina qilingan e'tirof onani ko'nglini tog'dek ko'taradi. Onaga duru gavhar shart emas. Ikki og'zim sizni yaxshi ko'raman onajon. Siz bizni farishtamisiz? Ikki og'zim shirin so'z, onani tog'dek ko'taradi va mana shu qilganlaringiz evaziga sizlarga bitta zo'r duo olamiz onamizdan hozir. Farzandlardan rozimisiz? Roziman albatta. Safardagilarda, shu yerdagilarda ayrim sabablarga ko'ra bugungi bayramimizga kelolmagan farzandlar, nabiralaringiz bir duo qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Men bolalarim umri uzoq, rizqi bo'lsin, tan jon sog' bo'lsin. Do'stga dushmanga xor bo'lmasin, doim qosini oldirmasin, yesini qaytmasin. Biz joniga estirmasin. Doim bahri saodatli bo'lsin, qo'shganimni qo'sha qarib, bolalarni orzu havasini ko'rsin Alloh. Onajonimizdan duo olaylik. Oilani kattalari hammamiz duo qiling. Ilohim ko'p bersin, ko'l qilsin. Hammani tani sahat, umri uzoq, rizqi bo'lsin, to'rimiz salomat bo'lsin. Safarga ketganlarni ham safari behatar beshkaz borib kelishdi. Alloh o'zidan nasib qilsin. Chetda qo'shib o'tirganlar ham tanlaring sahat, umrlaring uzoq bo'lsin. Rizqlaring ulug' to'rimiz salomat bo'lsin. Iymonlaringiz baquvvat bo'lsin. Doimo sog' salomat yurishni Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Eskilarda bir gap bor. Ota-onangga nima qilsang farzandlardan qayta deydi. Qaytsin. Undan ham ulug'ida qaytsin, sovg'alaringizni bemalol topshirib olaverasizlar. Bayram muborak bo'lsin. Bugun chiroyli tilaklar yangramoqda. Har bitta insonning dilida ezgu niyatlar bor. Shoshilmay turing, to'g'ri. Eng yaxshi narsa bu siylay rahmga yaqinlarda. Mayli tursin, yaxshi ko'rib turibdi, bilasizmi? Va bayram tortlarini topshirishlaring mumkin ana endi. Arsigina bo'lsin, bayram muborak bo'lsin. Xudo bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa, yangi yilda orzularimiz juda ham ko'p. Hamma orzularga yetishlik nasib qilsin. Onajonimiz bugungi bayram bilan yana bir bora tabriklaymiz va she'r yo'q ekan. Bundan ortiq baxt bor mana shu. Qani bo'lmasam bayram deb bo'lsin. Uzun sarda hayallarda, sochlari anvardu shimollarda, ikki yuzi qizargan uyalganidan, yuraknim azoblardan. Ariqning bo'yida maysalar ochildi maloning o'yida, kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida, ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida.
davası ey malaha. Şok 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 şok. Sen olursan başımga balo sen için uyalmay sindirding meni uyalmay arqning bo'yida maysalar ochildi maloning uyida kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida malohat menga bermagin jarohat yuragimning davası ey malohat ana şok 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 mayin ister şabbada lablaring murabbada chiroyingga non botirib yeyman-da ko'zlaringim shahloda ey yondirding-da ko'zi dona kuydirding-da qilding-da divona ko'changdan man chiq sog'inib ketdim ko'rib ketay seni shu bahona o jon sog'intirma meni sog'intirsan chidolmaysan-da jon ashunaqa o jon sog'intirma meni sog'intirsan chidolmaysan-da jonim ashunaqa Ana darıp tanıme